Diqqat aholiga tezkor xabar. Fuqarolar ogoh bo'ling. Yerga dahshatli xavf yaqinlashmoqda. Ushbu kunlarda farzandlaringizning sog'lig'ini ehtiyot qiling. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. 2026-yildagi birinchi magnit bo'roni yaqinlashmoqda. U 3-yanvardan 4-yanvarga o'tar kechasi yerni jivuvchi darajadagi kuchli magnit bo'roni qamrab olishi mumkin. Agar bosh og'rig'i, charchoq, qon bosimining pastlashi, qon bosimining ko'tarilib ketishi kuzatilsa, bu magnit bo'roni ta'siri bo'lish ehtimoli juda yuqori. Shu kunlarda o'zingizni ehtiyot qiling. Ortiqcha zo'riqishdan saqlaning. Ko'proq suyuqlik iching deyiladi ma'lumotda. Videorolik keng tarqalib, barcha fuqarolarga ham yetib borishligi uchun like tugmachasini ham bosib qo'yishni unutmang.